Assalamu alaykum. Bugun 2020 yili 5 ayning 5 kuni Xalqaro Uyg'ur do'ppa bayrami munosabati bilan sizlarga Guly Mahsut kanalimdan bayramlik qizg'in salomlarni yo'llayman. Hammanglarniki do'ppa bayrami muborak bo'lsin hamda hammaylarni birlikda tabriklaylik. Bizningki do'ppa bayramimiz xalqarodagi cho'ng danglik kanallardami tabriklab, mushu to'g'risida gaplar bo'linibdi. Mana bu danglik kanallardami bizningki do'ppimizni kiyib, Uyg'urlar haqida bizningki madaniyatimiz haqida gaplar bo'linibdi. Bu hammamizni intayin suyuntiradigan xabarlarningki biri. Do'ppa madaniyati va do'ppimiz bizningki faxrimiz. Do'ppamni intayin yaxshi ko'raman. Hammamiz suyunimiz ko'zimizga shundoq chiroyli ko'rindi. Do'ppam chiroylimi? Yana bir qatim bayramingiz muborak bo'lsin. Bugungi tema YouTube'dami Uyg'ur tili tarjimonligining qo'llanilganligi haqida sizlarga xabar bermoqchi. Mushu YouTube kanalinglarni qanday qilib mushu ostiga Uyg'urcha tarjima inglizcha va boshqa tillarda ko'rsanglarmi ostida Uyg'urcha xat chiqib turgan qilishni ko'rsatmoqchi. Eng oldi bilan men mushu xabardan xabardor bo'lgan uchur manbasini sizlarga bir deb o'tmoqchi. Hammanglarniki Uyg'ur IT YouTube kanaliga a'zo bo'lishinglarni tavsiya qilaman. Yani bu kanal Uyg'ur IT buningda shu kompyuterdagi videolarni chiqib qarab boqaylik. Mushu kompyuterdagi Java sistemasi, yani IT injenerligini o'rganadigan mushu maxsus darsliklar bor ekan. Mushu tunugunki bu xabarnimi, yani xo'sh xabar YouTube Uyg'ur tarjimonini qo'shibdi deb buniki ko'rish qatim son ancha nim emas ekan. Mushu bahonada sizlarga bir tavsiya qilmoqchi. Uyg'ur IT YouTube kanali. Mushuningda sizlarga tafsiliy qandaq Uyg'ur tili tarjimasini mushu ostiga subtitle qilib chiqib berish jarayonini ko'rsatdim. Men hozir qisqacha bir ko'rsatib o'tsam. Uyg'ur tili tarjimonligi Google tarjimonligiga qo'shilgan chog'da, ya'ni 2020 yili 2-oyning oxiri 26-kuni, 27-kuni qaysi kuni qo'shildi. Shuningdan tortib nurg'un qulayliklar olib kelindi bizningki kundalik turmushimizga, o'zimiz bilmaydigan tillarni tarjima qilib, maqolalarni o'qiy oladigan bo'ldik. Har xil tillardagi. Mana bu YouTube'dagi bu iqtidor shundoq baland iqtidor ekan. Kinolarni ko'rsangizmi, xabarlarni ko'rsangizmi, aslida Uyg'urchasi chiqib turadi ekan. Ash kompyuteringizda shundoq tanishib olsangiz, shuni birlikda ko'raylik. Endi qaltis kinolarni ko'rib ketadigan bo'ldik-da, endi xabar ko'ringizlar. Til o'rganingizlar, xabar ko'ringizlar, kino ko'rish jarayonlaridami aslida shu Uyg'urchasi chiqib tursa, tilni o'rganishga intayin shu kino ko'rish orqali, ingliz tilli kinolarni ko'rish orqali qaltis tez ilgarilab til saviyamizni oshirg'ili bo'ladi. Endi qandaq Uyg'urcha subtitle kirgizishni shu Uyg'ur IT degan kanalniki o'zidagi videoni bilan bir qo'yay mishada. Andan keyin mushu videoniki ostidagi tushuntirish qismiga qarasanglar, asli o'linish bor. O'shadan kirib tafsiliy ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Mushu videoni sungan qarindishimizga alohida rahmat aytaman. Hammamiz rahmat aytsak bo'ladi. Birlikda ko'rib boqaylik. Ben yani YouTube özünki ostiga xat tarjimasi chiqib turadigan osti xat subtitle deydi. Shunga Uyg'urchani qaytibdi. Balkim shu Google tarjimondan olgan bo'lishi mumkin, lekin buning bizga foydalanishimiz intayin yuqori. Masalan, biz har qanday bir ingliz tilida kalam bir narsa qaytilgan bo'lsa, shuni qanday Uyg'urcha aslini ko'ra olamiz. Masalan, dunyoda tanliq taraqlarni ilib besaq BBC, Guardian, New York Times ya qaysi bo'lsin siz bildiganlar. Masalan, BBC News. Xalqan bir BBC News'dan xabarini ilib inglizcha. Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did it. First, go to in France, the number of dead from coronavirus continues to rise, nearly 600 deaths. Ma settingden ulaştırıştın. Police are strictly enforcing the government's tough quarantine measures over the Easter holiday. Subtitle'ını bilse, Paris, railway stations, ma airports, auto-generate'ini bilse, auto-generate'ini basanlar, Lucy Williams reports. It's not only nations. auto-translate çıkını. Auto-translate'nin içinden tıllayımız. En aslında Uygur tili var. Bu ilbe tertip boş çizilgan alfabetik tertip boyunca. Uygur'un daldanlar. Karanlık xat şekli tercüme kuratıda. Toğrulğun sıp intayin yukarıya. Bunun hem xat şeklini fontunu tanışsak, settingini bilsek, muş subtitle yani asli xat çıkarıp buradan muş tan şeklini bilsek,
wrote the wrong date, not today's date. Üstüde And they told options me I var. need to go back home to prepare another Options'ten mesela family, I have to go to font work, but I family'ni can't. France Kalğan bir carried out kalsanlar özüňiz ýaxşy 6 gördiňiz. million checks to Casual'ını first tanlayıp alıp, casual'ını tanlap koy. confinement Muşuna kalğan tanlap alsaňyz boldy. neighboring Italy And and then? has issued more than 400,000 Font size çoň kişilikden taňşy emas. Mesela çoňrak kılıp 150 taňşy koýay. France's Rengini approach to the confinement runs the risk of losing Kanda public çıkarmakçı support if olsaňlar. it becomes too harsh or too long. Muşuna kılıp özümizden taňşyky boja kıla alayotganymyz toğrulğun üstüde bek jokary ýapdyk. Bundan keyin hem de bu biz üçin bir ýaxşy dep oýlaýmän. Baylanışlar üçün sundum bunu. Rahmet. Bu videoda meşgulat tertibini nayeti eniq tushundiribdi. Yana bir qatam rahmat. Hammalarniki bir ko'rib beqishni hamda foydalanishinglarni umid qilaman. Haqiqatan foydalanish qiymati bor. Yana bir qatam rahmat. Ana bo'lsa sizlarga rahmat, ko'rganinglarga rahmat. Abone bo'lmagan bo'lsanglar, abone bo'linglar. Yaqinning yaqin shu sistemada avtomatik shundoq o'zligidan unsubscribe qiladigan ishlar bo'libdi deb shunday xabarni bir ko'rdim. Uni YouTube'ningki o'zininki ichida shundoq bir uchur chiqibdi. Please check. Qarab beqing, tekshirib beqing. Avtomatik chiqib ketib qolganmi? Subscribe mush abonentlikdan qo'shilsangiz bo'ldi. Do'stlaringizga tavsiya qilib qo'ying. Mayliq deb qarasangiz mundaq ustiga qarag'ani besib qo'ying. Undaq bo'lsa hammalarningki bayraminglarga tekrar muborak bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Assalomu alaykum. Do'ppa bayraminglar muborak bo'lsin. Uyimdagi do'plarimni ko'rsatib qo'yay dedim sizlarga. Bayram munosabati bilan. Mana men. Kelishdimi u ya?